Chunki Rasululloh alayhisalom aytadilarki, kimi oxirgi gapi la ilaha illalloh bo'lsa, ya'ni Alloh bitta degan ma'nodagi so'z bo'ladigan bo'lsa, albatta u jannatga kiradi degan. Bir ota o'g'illarni chaqirib aytgan ekanlarda, o'g'lim, agar men o'lganimda iymon bilan o'lganimning bitta belgisi bo'lsa, mana bir kun reanimatsiyada bitta odamga dam solib o'tirganimizda 3 marta Alloh o'zingga shukr deb balad aytib o'ldida. La ilaha illalloh demadi, lekin o'zbekcha Alloh o'zingga shukr deb 3 marta aytdi, uchinchisida gap chiqmay qoldi. Ana shu iymonning belgisi bo'ladi. O'sha ota aytgan ekanki, o'g'illarni to'plab, men o'lganimda agar iymon bilan o'lganimning alomatini sezsalaring, xalqqa ziyofat beringlar degan ekan. Dadajon, nimaga siz o'lsiz biz ziyofat beramiz desa, meni bayram kunim o'sha kun bo'ladi degan ekan. Ana bayram shu bo'ladi. Iymon bilan o'lishda dunyoda baxt yo'q.